Assalomu mana bugun biz Toshkent tumani Kirov Kattashko'ja katta yo'ldan bir 500 metr kirgan mana shu xonadonimizni obzoriga keldik. Bu xonadonimiz 2 studiyadan tashkil topgan 6 xona plus hol, oshxona bor bitta. Tagida podvol paketlardan qazilgan. Bu yerda mana zilani zonalargacha bor. Tashqi sanuzel keldi ketdiga. Bu yoqdan podvolga tushadigan joyi bor. Podvolga joy. Bismillah, ichkari kameramiz. Yo'ldik, yo'lda katta hol bor ekan, kamerani o'rnini qo'yilgan. Hol ham pulli qilingan ekan, ham batareya qilingan ekan. Ko'rganimizda bu chet tarafda tayyorlangan oshxona. Mana qo'yilgan, ham ishlar bo'lgan. Bu tarafda ispaniyacha. Joygacha bitilgan shu o'yinlash uchun. Chet tarafimizda zamonamiz. Polda sanuzel qo'yilgan. Chiqishimiz. Chiqishimiz chiqmoqda. Chiqishimiz bilan chaqmoqchi. Bitta spalni. Zal. Bunun içine joy bor ekan. Spalni. Bunun bitta sanuzel bor, ikkinchi tarafda. İki studiyadan tashkil topgan 6 xona, bitta hol, bitta oshxona bor, ikkita sanuzel, bitta tashqi sanuzel ham bor. Uning narxi 160 million. Tepasida teparaga qiladigan joy bor. U yoqda turgan tanish yerga yuborib qo'yildi.